O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan taniqli xonanda Ozoda Nursaidova haqida jiddiy xabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ozoda Nursaidova 13-dan 22 may kunlari Xalqlar do'stligi saroyida jonli ijrodagi 10 kunlik konsert dasturini taqdim etish arafasida. Xonanda yakkaxon konserti oldidan vakillar uchrashuvi o'tkazib, kutilayotgan yangiliklar, osonlikcha daromad topmasligi, hamkasblarining arzon piarlari hamda qimmatbaho liboslari haqida gapirdi. Ozoda Nursaidova bu yilgi konsert muxlislariga nima demoqchi? Umrim davomida konsert beribmanki, kelgan tomoshabin undan nimadir olib ketish kerak deb hisoblayman. Ular shunchaki qaytib ketmasligi kerak. Dunyo qarashi kichik bo'lsa ham o'zgarish bo'lishi lozim. Har safar sahna ko'rinishidan tortib yangilik yaratishga harakat qilaman. Qo'shiqchi jamiyatda g'ildirakka o'xshaydi. U qanday yursa, muxlislari, armiyasi ham o'sha tarafga qarab yuradi. Masalan, o'tgan yillarda katta orkestr bilan konsert berdim. Sahnada 100 dan ortiq inson ishladi. Konsert fonogrammalar yig'indisi emas, unda hayot bo'lishi kerak. Konsert berish juda katta xarajat, lekin shunga qaramay nima sababdan biz konsert beraveramiz degan savol tug'iladi. Shunchaki reklamagami? Yo'q, aslo demoqchi bo'lgan gaplarimizni qo'shiq orqali aytamiz. 2-3 soat davomida muxlis mening hayotimga kiradi, qalbimni ko'radi, dunyoyimga sherik bo'ladi deydi xonanda. Nima sababdan muxlislarda retro yo'nalishga ehtiyoj paydo bo'ldi? Shaxsan men uchun bu yo'nalishda kuylash moda emas, aslida butun dunyo mediasi retroga qaytdi. 10 yildirki, retro tendensiyasi yuqori darajada, hatto liboslar, moda sohasida ham, bundan tashqari, kino, klip sanoatida ham ushbu yo'nalish kirib keldi. Retroga qo'l urishim ko'k Jigulidan boshlandi. Klip ssenariysini yozishimiz bilan 90% o'zimning hayotim. Bu uzoq tarix emas. Men SSR davrida tug'ilganman. O'sha vaqtda mening bolaligim o'tgan. Ozoda Nursaidova SSRni targ'ibot qilyapti degan noo'rin tanqidlar ham bo'ldi. Biror joyda SSR, pioner, komsomol, Sovet ittifoqi degan joyimni targ'ibotni ko'rdingizmi? Axir hayotimning bir qismi yulib tasholmayman-ku. Javohir qo'shig'imning klipi ham mening hayotimdan endi premyerasi bo'lib o'tadigan To'ylar muborak klipi ham deyarli o'z hayotimdan olingan. Bular to'qima emas bo'lgan voqealar deya tushuntirish berdi ijodkor. Konsertdagi liboslar va sahna bezagiga alohida e'tibor qaratuvchi xonandalardan biri bu omillar konsertning muvaffaqiyatiga qanchalik ta'sir qiladi. Qiyin tarafi ham shunda. 20 ta qo'shiqni jonli kuylab, har 3-4 ta qo'shiqdan so'ng libos almashtirib chiqish. 2003-yilgi konsertimda 10 ta libos kiyganman. Yoshlik payti qiziqish bo'lganda, keyin yana shu narsaga o'rganib qoldim. O'zim ham libos tanlab, yangi stil o'ylab topishdan charchab ketaman. Yillar davomida yangi stil topish oson emas. Kamiga u kiyimlarni keyin Yevropadan olib kelish kerak. Albatta katta xarajat talab qiladi. Ba'zi paytda yoqmaydi, lekin o'zim muxlislarimni shunga o'rgatib qo'yganman. Kelgan muxlis mendan shuni kutadi. Har safar shunday qilish o'zimga yoqmasa ham endi bundan voz kecha olmayman. Taqinchoqning rangigacha jiddiy e'tibor bilan tanlaymiz. Qaysi mavzudagi qo'shiqlarni qanday libosda aytishimgacha ajratib chiqamiz. Masalan, vatan haqida qo'shiqni shimda yoki qizil kiyimda ayta olmayman-ku. Konsertga hamma ham qo'shiq tinglash uchun kelmaydi. Ba'zilar shou ko'rish uchun keladi. Qo'shiq eshitadigan muxlis nari borsa 40% bo'ladi deydi xonanda. Konsertda hech kim kutmagan holat bo'ladi. Davron Muqimov. Konsertda tarbiyaviy dolzarb masalalardan biri olib chiqiladi. Buning ustiga teatr aktyorlari, ssenariy navislar,
ovoz rejissyorlari bilan 1,5 oydan buyon ishlayapmiz. Yana bir yangilik, bu yilgi dasturda noodatiy blok bozor. Ozoda Nursaidova har yili konsertda yorqin obrazlarda chiqardi, ammo ushbu konsertda orkestrdan tortib xonandagacha hech kim kutilmagan holda namoyon bo'ladi, deydi konsert rejissyori, prodyuser Davron Muqimov. Haqiqiy san'atkor pulni oson topmaydi. Bir hamkasbim yaqinda san'atkor oson pul topadi deb chiqdi. Bu gap jahlimni chiqardi, menga og'ir botdi. 10-20 yil oldin bitta fonogramma qo'shiq qilib qo'yib, to'yda yurganlar mazza qilib oson pul topdi. Lekin mening halovatim yo'q, deyarli uxlamayman. Har kuni qo'shiq yozasanmi dersiz? Yo'q, lekin har bir narsani o'zim nazorat qilaman. Men bunga hayotimni berganman, deydi ijodkor. Hamkasblarim arzon PRlarga uchishyapti. Mas'uliyat bilan ijod qilinayotganlar juda kamayib ketdi. PR asosiy o'ringa chiqib qoldi. Bu achinarli hol. Qo'shiqchilikka kelsak, o'zining ijodiga mas'uliyat bilan yondashmaganlari deyarli qolmadi. Qo'shiqlarning ko'pida faqat PR bo'lib qoldi. Ijod, repertuar, jonli ijroga qaraydigan 2-3 san'atkor qoldi, boshqa yo'q. PRga qiziqmaydigan, haqiqatan ishlaydiganlar qolmadi. San'atkorlar hozir yengil PRga uchrayapti. Bir-birini so'kib, g'iybat qilib, chaqiruv tashlab, unga javob qilib, PRni biz ham qilamiz. Hali PR yo'q paytda qilganmiz, lekin me'yor bor. Bir-birini sharmanda qilish darajasida, birovning obro'sini to'kish darajasida emas, lekin, deydi Ozoda Nursaidova. Ma'lumot uchun, Ozoda Nursaidova YouTube tarmog'ida eng ko'p ko'riladigan qo'shiq va kliplarni suratga olmoqda. Yoshligidan musiqaga qiziqqan, hayot yo'li bir tekisda kechmagan san'atkor bu yil 51 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar solamiz. Ko'nglimda bir kemtik bor. Ozoda Nursaidova 1974-yilning 9-oktyabr kuni Toshkent viloyati Nurafshon shahrida dunyoga kelgan. Xonandaning otasi Parpin Nursaidov podpolkovnik bo'lib, uzoq yillar ichki ishlar sohasida faoliyat yuritgan. Onasi esa avtobazada dispetcher bo'lib ishlagan. Hayot yo'llari ham doim tekis bo'lmaydi. Kimdir onaning, yana kimdir otaning mehriga to'ymay ulg'ayarkan. Bolaligidan inson bu haqida o'ylab, baribir ko'nglida kemtik borligini his qilib yashar ekan. Menda ham shunday kemtik bor. Bolaligimda juda kam gapiradigan, 10 ta savolga bitta javob beradigan qiz edim. O'zim va xayollarim bilan band bo'lib yurardim. Ichimdagilarni boshqalar bilan bo'lishkim kelmasdi, deydi xonanda Ozoda Nursaidova. Ozodaning salomatligida jiddiy muammolar tufayli oshqozonining yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Xonanda 2015-yilda sog'ligidagi muammolar sabab ozishga jiddiy qaror qilgan. U intervyulardan birida shunday degandi: Turkiyada laparotomiya operatsiyasidan o'tib qaytdim. Anchadan beri qiynayotgan professional kasallik, murakkab qo'shiqlar kuylayotgan, bosim qoringa tushadi. Bo'lgan qorin churrasini operatsiya qildirdim. Bunda oshqozonimning ham yarmini kesishga to'g'ri kelgan. Hozirda qat'iy parhez tufayli deyarli oddiy suv bilan kun o'tkazyapman. Bugungi Ozoda bir necha yil oldingi Ozoda Nursaidovadan butunlay farq qiladi. Xonandaning tashqi ko'rinishi 8 yil ichida hatto o'zgarishlarga uchragan. Ozoda Nursaidova hozirda sog' ovqatlanishga amal qiladi hamda fitnes bilan muntazam shug'ullanadi. So'nggi damlarda onamning yonida bo'la olmadim. Ozoda Nursaidova jurnalist Sardor Komilovga bergan intervyusida san'atdagi o'ziga nisbatan dushmanliklar, onasining o'limidan keyin anglagan haqiqatlari haqida so'zlab berdi. Onamning o'limidan keyin o'zimni yo'qotib qo'ydim, lekin yana sahnaga chiqdim, chunki onam bu kunlarni uzoq kutgandi. Zapretdan chiqishimga rosa harakat qildi. Shuning uchun o'zimni qo'lga olishga majburman. Hozir menga hech narsaning qizig'i qolmadi. Ishonsangiz, kechasi uxlay olmayman. Ich-etimni yeb, o'zimni aybdor deb his qilaman. Sababi onamni ko'p qaritib yubordim. Mening tashvishlarim onamni kasal qildi, chunki qanaqa narsalarni boshdan kechirdim. Show biznes harom narsa. Shunaqangi vijdonsiz va diyonatsiz insonlar bor. Men o'zimni aybdor his qilaman, chunki onam ham ko'p ko'rdi bu narsalarni. Ketma-ket zapretlar, yo'q narsaga tuhmatlar bo'ldi, deydi xonanda bergan intervyusida.